Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Aytishlaricha bilimdan qudratliroq kuch yo'q. Bilim bilan qurollangan odam yengilmasdir. Bugun intellektual turnirda ishtirok etish uchun kelganlar orasida kim ana shunday kuchga ega? Turnir shartlarini yuqori natijalar bilan bajarib finalga yo'llanmani qo'lga kiritish qaysi hudud vakiliga nasib qiladi? Bu savollarning barchasiga yaqin soat ichida javob olamiz. Ayni daqiqalardan gravitatsion idrok intellektual turniri ishtirokchilari va shartlari bilan tanishtiraman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kayfiyat yaxshimi? Bugungi dasturimizda Qashqadaryo viloyati, Buxoro viloyati hamda Xorazm viloyatidan kelgan bilimdonlar ishtirok etishmoqda. Har bir hududdan 5 nafardan ishtirokchi qatnashmoqda va lekin 15 nafar ishtirokchidan faqatgina birginasi finalga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Final bosqichida g'olib bo'lgan 5 nafar ishtirokchi 4 yil davomida poytaxtimizdagi nufuzli Alfraganus universitetida bepul tahsil olish imkonini qo'lga kiritadi. Loyiha doirasida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan ishtirokchiga biz Tracker avtomobilni va'da qilganmiz. Hurmatli bilimdonlar, dasturimizning birinchi bosqichi test savollaridan iborat. Men sizlarga 15 ta test savollarini taqdim etaman. Sizni minbaringiz ustidagi maxsus planshet orqali siz to'g'ri deb hisoblagan variantingizni tanlashingiz kerak bo'ladi. Va eng yuqori natijani qo'lga kiritgan 10 nafar ishtirokchi ikkinchi bosqichga o'tish imkonini qo'lga kiritadi. Agarda tayyor bo'lsangiz, men loyihani boshlayman. Tayyormisiz? Tayyormiz. Diqqat qiling, birinchi bosqich, birinchi savol. Diagramma o'qlari uchun o'lchov birligi nima deyiladi? A. Lineyka, B. Segment, C. Sektor, D. Shkala. Shahlo, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Xorazm viloyatining qaysi hududdansiz? Hazarasp. Agarda sayyohlar Xorazm viloyatiga, Hazaraspga borsa, qaysi manzillarga olib borgan bo'lardingiz? Qayerlar bilan maqtangan bo'lardingiz? Sulaymon qala bilan Aha. va milliy taomlarimizdan mehmon qilardim. Hazaraspdagi, demak, hamyurtlarimizning eng sevimli milliy taomi qaysi? Tuxumbarak. Shahlo, o'zingizni omadli deb hisoblaysizmi? Ha. Albatta siz omadlisiz. Shuning uchun ham bugun loyihada ishtirok etyapsiz. Birinchi savolga qaysi variantni to'g'ri deb hisobladingiz? A variant. Diagramma o'qlar uchun o'lchov birligi bu lineyka, shundaymi? Layloxon, siz qaysini belgiladingiz? Javob sektor. Sektor. Dastur avvalida kayfiyatingizni tushirmoqchi emasman, lekin to'g'ri variant D shkala edi. Kayfiyatni tushirmaymiz va ikkinchi savolga o'tamiz. Diqqat qiling. Insonni hayvonot olamidan farqlovchi asosiy belgi nima? A variant odob, B variant so'z, C variant bosh, D variant miya. Sohib Jamol, xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo darajada. Sizga qiziq bo'lgan tarixiy davr qaysi? Tosh davri. Tosh davri nima uchun? Unda yangi g'oyalar ilgari surilgan. Aha, aytingchi, Sohib Jamol va maxluq haqidagi multfilm sizga yoqadimi? Yoqadi. Ismim bilan bog'liq bo'lganligi uchun. Nima uchun yaqinlaringiz bu ismni tanlashganiga qiziqqanmisiz? Ha, meni dadamni buvilarni ismi shu ismda bo'lgan. Aha, ikkinchi savolga qaysi variantni belgiladingiz? A variant odob. Variantingiz mantiqan to'g'ri, lekin bu savolga to'g'ri javob B variant so'z edi. Kayfiyatni tushirmaymiz, uchinchi savolga o'tamiz. Diqqat qiling. Sharq nasihat yo'li bilan, g'arb esa hayotni real ko'rsatish orqali kishini tarbiyalaydi deb kim aytgan? A variant Navoiy, B variant Oybek, C variant Furqat, D variant Abu Ali ibn Sino. Bugun Buxoro viloyatidan bir emas, 2 nafar Ozodbek qatnashyapti. Birinchisi Sadriyev, yana biri Mavlonov. Shundaymi? Xush kelibsiz. Kayfiyat yaxshimi? Ozodbek, aytingchi, ideal kuningiz qanday bo'ladi? Ideal kunim menda deyarli har kuni bir xil, chunki men disiplina bilan kun kechirishga o'rganib qolganman. Tartib bilan. Yaxshi. Bugun qanday natija ko'rsatmoqchisiz? Yaxshi. G'olib bo'lish niyat bormi? Albatta.
3-chi savolga qaysi javobni belgiladingiz? 3-chi savolga Furqat deb. Furqatni beraman. sizningcha sharq nasihat yo'li bilan, g'arb esa hayotni real ko'rsatish orqali kishini tarbiyalaydi degan so'zni Furqat aytgan, shundaymi? Afsuski, bu savolga noto'g'ri javobni belgilabsiz. To'g'ri javob D variant Abu Ali ibn Sino ekan. Buni albatta, demak, ma'lumotlar ro'yxatiga qayd etish kerak. Hech qisi yo'q, davom etamiz. 4-savolga yetib keldik. Diqqat qiling. Dissimilyatsiya nima? A variant parchalanish, B variant urug'lanish, C variant harakatlanish, D variant ko'paytirish. Layloxon, xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. Layloxon, aytingchi, do'stlaringiz sizda nimani ko'proq qadrlaydi? Mehribonligimni, bundan tashqari ularning qiyin damlarida tavsiya berib, ularni qo'llab-quvvatlashlarimni. Eng yaqin do'stlaringiz kim? Shahloxon, Roza. Layloxon, 4-savolga qaysi variantni belgiladingiz? 4-savolga D javobini belgiladim, ko'paytirish. Dissimilyatsiya sizningcha ko'paytirish, shundaymi? Shahlo, sizchi? A javobni, ya'ni parchalanish. Parchalanish. Tushunarli. Men sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Layloxon, biroz adashibsiz. Lekin yonginangizdagi dugonangiz A variantni tanlab juda to'g'ri ish qilgan. Haqiqatan ham dissimilyatsiya bu parchalanish. Davom etamiz. 5-savol, diqqat qiling. Rumiy hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun 3 narsa kerak. Diqqat, intizom va nima degan? A variant odob, B variant harakat, C variant ishtaha, D variant kayfiyat. Xulkar, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. Xulkar, nima qilishni yoqtirmaysiz? Vaqtimni bekorga o'tkazishdi. Lekin ana shunday bo'ladi. Bo'ladi. Nimalar bilan band bo'lib qolganingizda vaqtingiz shunchaki zoya ketgan bo'ladi? Shu telefon bilan ko'rib qolsam. Tushunarli. 5-savolga qaysi javobni belgiladingiz? B harakat. Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun 3 narsa kerak. Diqqat, intizom va harakat, shundaymi? Men sizni tabriklayman. To'ppa-to'g'ri variantni belgilagansiz. Davom etamiz. 6-savol bizda suratli savol. Diqqatingizni monitorga qaratmoqchiman. Ushbu rasmda antik davrning qaysi olimi tasvirlangan? A variant Newton, B variant Faraday, C variant Arximed, D variant Pifagor. Amirbek, xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo. Ismingiz ma'nosini bilasizmi? Buyuk Yana? qush oilasiga ustun. Aha. Endi shu ma'noga qo'yilgan. Kim qo'ygan bu ismni? Buvim. Hozir ular bizni kuzatyaptilarmi? Salom yo'llaymizmi? Albatta. Marhamat. Xo'sh, men bu fursatdan foydalanib uydagilarimga rahmat demoqchiman. Men shu paytgacha qo'llab-quvvatlagan ota-onamga ayniqsa shu yerdan turib katta rahmat aytmoqchiman. Shu bilan birgalikda men kuzatayotgan sinfdoshlarimga ham salom yo'llayman. Amirbek, qaysi variantni tanladingiz? Arximed, Sejo. Arximed. Demak, biz suratda ko'rgan antik davrning olimi sizningcha Arximed, shundaymi? Shunday. Amirbek, siz bilan yaqinlaringiz, buvingiz, ustozlaringiz faxrlansa bo'ladi, chunki to'g'ri javobni belgilagansiz. Tabriklayman. Davom etamiz. 7-savol, diqqat qiling. Yerning tasviri nomli kitob yozgan allomani ayting. A variant Abu Rayhon Beruniy, B variant Al-Xorazmiy, C variant Mirzo Ulug'bek, D variant Ibn Sino. Dinara, xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? A'lo darajada. Sizni sevimli yozuvchilaringiz va shoiringiz kim? Oybek, Nodira begim. Tushunarli.
Biz taqdim etgan 7-savolning javobi qaysi sizningcha? Javobi Abu Rayhon Beruniyni. Yerning tasviri nomli kitobni sizningcha Abu Rayhon Beruniy yozgan, shundaymi? Layloxon, siz nima deb o'yladingiz? B javob Al-Xorazmiy. Nima uchun bu variantni tanladingiz? Chunki Al-Xorazmiy ham shu yerning tasviri, shu haqida ilmiy izlanishlar olib bo'lgani haqida ma'lumotga egaman. Shu sababli bu javob to'g'ri degan fikrga keldim. Layloxon, men sizni muborakbod etmoqchiman, chunki 7-savolga to'g'ri javobni belgilagansiz. Tabriklayman. Gravitatsion idrok intellektual shousi davom etadi. Agarda bizni kuzatayotganlar orasida 11-sinf o'quvchilari yoki kollej, litseyni tamomlayotganlar bo'lsa, aynan mana shu loyihada ishtirok etish imkoni bor. Qanday qilib degan savolga javobimiz Telegramdagi idrok test botga kirasiz, o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni yozib ariza qoldirasiz va 30 daqiqa ichida 50 ta test savollariga javob berish kerak. Agar natijalar yuqori bo'lsa, dasturimizning kelgusi sonida aynan siz ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Biz davom etamiz. 8-savol, diqqat qiling. Zamondoshlari Fuzuliyni qanday nomlashgan? A variant Mirzo, B variant Mavlono, C variant Hazrat, D variant Donishmand. Mushtariy, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Qashqadaryo viloyatining qaysi hududidansiz? Dehqonobod. She'rlar yodlab turasizmi? Ko'proq badiiy asar o'qishga qiziqaman. Oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Said Ahmadning Yo'qotganlarim va topganlarim asarini. Nimani tushundingiz u kitobdan? O'tgan yozuvchilarimizni qadriga yetishimizni, hozirgi vaqtda unaqa kitoblar yaratadigan odamlar kamayib ketganligi. Tushunarli. Aytingchi, zamondoshlari Fuzuliyni qanday nomlashgan? Mavlono. Mavlono. B. B variantni tanladingiz, shundaymi? Ha. Men sizni xursand qilmoqchiman, chunki siz to'g'ri javobni belgilagansiz. Davom etamiz. 9-savol, diqqat qiling. G'azalning oxirgi bayti maqta nima ma'noni bildiradi? A variant tugallanma, B variant xulosa, C variant muqaddima, D variant tamom. Durdona, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. 7-osmonda uchyapti. Nima degani? Juda ham xursand. Siz ham 7-osmonda hech uchganmisiz? Ha, ko'p marta. Qachon? Ota-onamning ishonchlarini oqlaganimda, o'zim kutgan natijaga erishganimda, Qachon bo'ldi ana shu voqea? ona tilidan sertifikat olganimda juda ham xursand bo'lganman. Gap bo'lishi mumkin emas. Har doim mana shunday 7-osmonda uchish nasib qilsin deymiz va sizga savolim, 9-savolga qaysi javobni belgiladingiz? Bejavob xulosa. Sizni hozir xursand qila olmayman. Chunki noto'g'ri javobni belgilagansiz. To'g'ri javob A variant tugallanma edi. Biz davom etamiz. 10-savolga yetib keldik. Diqqat qiling. Quyosh atrofida aylanuvchi osmon jismi nima? A variant raketa, B variant Yupiter, C variant Oy, D variant planeta. Elbek, kayfiyat yaxshimi? Juda yaxshi, a'lo daraja. Qanday kinofilmlarni tomosha qilib turasiz? Fantastik, Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? diplomat, Juda ham zo'r. 10-savolga qaysi javobni belgiladingiz? Yupiter. To'lqin, siz nima deb o'ylaysiz? D javob planeta. Men sizni tabriklayman. To'g'ri javobni belgilabsiz. Ma'lumot o'rnida raketa kosmosda harakatlanadigan uchar apparat. Yupiter o'z o'qi atrofida aylanadigan sayyora. Oy yerning atrofida aylanadi. To'g'ri javob D variant planeta edi. Bizda 11-savol, diqqat qiling. Elementlarning kislorodli birikmalari nima? A variant oksidlar, B variant molekulalar, C variant metallar, D variant tuzlar.
Ruxshona, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Ruxshona, aytingchi, qaysi shaharga borishni orzu qilasiz? Qaysi shaharga? Samarqand shahriga. Samarqandga hali bormagansiz. Yo'q, bormaganman. Keldim. Aha, lekin Qashqadaryoga Samarqand juda yaqin. To'g'ri javoblar chiqyaptimi? Oksidlarni belgiladim. Kayfiyatingiz ko'tarilishini juda ham xohlagan bo'lardim. Chunki to'g'ri javobni belgilagansiz. Tabriklayman. Molekulalar atomlardan iborat kichik zarralar, metallar, kristal moddalardir. Tuzlar oddiy sharoitda ionli tuzilishga ega bo'lgan kristal moddalar. Haqiqatan ham oksidlar elementlarning, demak, kislorodli birikmalari hisoblanadi. Bizda 12-savol. Diqqat qiling. Mahallada Dudu gap filmida qaysi aktrisa suratga tushmagan? A variant Ikroma Baltayeva, B variant Lutfi Sarimsoqova, C variant Klara Jalilova, D variant Maryam Yoqubova. Bo'ritosh, xush kelibsiz. Rahmat. Kim qo'ygan bu ismni? Bu ismni bobom qo'yganlar. Sizni kimdir xafa qilsa, qancha arazlab yurasiz? Arazlashni yomon ko'raman. Uzoq vaqt arazlamayman. Biron bir kishi xafa qilsam, uni tezda kechiraman. Qaysi variantni tanladingiz? Men C variantini tanladim. Klara Jalilova. C variant. Klara Jalilova mahallada Dudu gapda o'ynamagan, shundaymi? Shu variantni tanladim. Ikkilanmang. Siz to'g'ri variantni belgilagansiz. Tabriklayman. Davom etamiz. 13-savol. Ma'lumot kirg'izish uchun mo'ljallangan, ma'lum tartibda joylashgan dastak tugma nima? A variant klaviatura, B variant fayl, C variant disk, D variant xotira. Ozodbek Mavlonov, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. Ozodbek, aytingchi, mehmonga borishni ko'proq yoqtirasizmi yoki kutishni? Ikkalasini ham, chunki bizni viloyatimiz mehmonda xalq. Borsa ham, kelsa ham chiroyli kutib olishadi. Ko'p mehmon kelsa, har kun mehmon kelaversa, biroz zerikmaysizmi? Yo'q. Toshkentga kelib taassurotlar qanday bo'ldi? Ajoyib. Birinchi martami yoki ko'p kelganmisiz? Birinchi marta kelishim. Qayerlarga borishni yana reja qilyapsiz? Xalqlar do'stlik saroyiga bormoqchi. Tarixiy obidalarni ko'rmoqchiman. Yaxshi natija va yaxshi kayfiyat bilan shu manzillarni aylanish nasib qilsin deymiz. 13-savolga qaysi javobni belgiladingiz? Men C variant disk deb oldim. Savolga diqqatliroq bo'lish kerak. Ma'lumot kirg'izish uchun mo'ljallangan, ma'lum tartibda joylashgan dastak tugma nima deyilyapti va bu yerda men tugmani faqat A variantda ko'ryapman. Bu degani to'g'ri javob klaviatura edi. Ma'lumot uchun fayl kompyuterlarda ma'lumot saqlovchi diskning nomlangan sohasi. Disk kompyuterdagi barcha dastur va ma'lumotlarni saqlanadigan xotira qurilmasi. Xotira har bir axborot so'zini saqlovchi yacheykalar majmuasi. To'g'ri variant A variant klaviatura edi. Davom etamiz. 14-savol. Xushmuomalalilik va yaxshi tarbiyani aks ettiruvchi qoidalar nima deyiladi? A variant konsepsiya, B variant intizom, C variant etiket, D variant odob. Alisher, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Kayfiyat yaxshimi? A'lo. Eng yaqin do'stingiz kim? Ozodbek. Ozodbek, qaysi biri? Sadriyev. Kelishdik. 14-savolga qaysi javobni belgiladingiz? Men D variantni oldim. Yuqoridagi savolning to'g'ri javobi aynan C variant etiket edi. Davom etamiz. Bizda so'nggi savol, diqqat qiling. 15-savol. Nutq a'zolarining harakati va holati natijasida hosil bo'luvchi eng kichik nutq birligi nima? A variant bo'g'in, B variant tovush, C variant so'z, D variant urg'u. Layloxon, kayfiyat yaxshimi? Qaysi variantni tanladingiz? B javob tovush. Tovush. Sizningcha nutq a'zolarining harakat va holat natijasida hosil bo'luvchi eng kichik nutq birligi bu Tovush. Tovush. Bo'g'in nima? Tovush va tovushning birlashishidan hosil bo'ladigan qism bo'g'in. Bir havo zarbi bilan aytiladigan tovushlar birikmasi bo'g'in.
So'zchi Bo'g'inlarning birlashishidan tarkib topadi hamda bitta so'z bitta ma'noni anglatadi. eng kichik nutq birligi. Urg'u bo'g'in tarkibidagi unlining cho'ziqroq aytilishi. Va bu degani siz B variantini tanlab juda ham to'g'ri qilgansiz. To'g'ri javob B variant tovush edi. Gravitatsion idrok intellektual shousi. Biz birinchi bosqichni yakunladik. Qaysi 10 ta ishtirokchi ikkinchi bosqichga o'tishini esa bir necha soniyalardan so'ng bilib olamiz. Gravitatsion idrok intellektual shousi. Ikkinchi bosqichga o'tadigan ishtirokchilar aniqlandi. Loyihani hozir kimlar tark etishini esa o'qib eshittiraman. Qashqadaryo viloyatidan Xulkar Nurboboyeva hamda Ruxshona Qurbonovalar dasturni tark etadi. Buxoro viloyatidan Durdona Bafoyeva, Xorazm viloyatidan esa Shahlo Ro'zimetova va Elbek Shomurodovlar dasturni tark etish kerak. Ularni shunchaki kuzatish niyatimiz yo'q, chunki hamkorimiz Alfraganus universitetidan maxsus tuhfa bor. Qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Gravitatsion idrok intellektual shousi. Biz ikkinchi bosqichga yetib keldik. Studiyada 10 ta ishtirokchi qoldi va ikkinchi bosqichda har bir ishtirokchi bittadan fan tanlash imkonini qo'lga kiritadi. Birinchi bosqichda yuqori ball to'plagan ishtirokchilar birinchilardan bo'lib fan tanlaydi va 1 daqiqa vaqt beriladi. 1 daqiqa ichida men 15 ta savolni o'qib eshittirishga harakat qilaman. Eng yuqori natijaga erishgan 5 ta ishtirokchi 3-bosqichga o'tishi mumkin bo'ladi. Birinchi bosqich shartlariga ko'ra, demak, yuqori natija ko'rsatgan ishtirokchi Buxoro viloyatidan Amirbek Azimov. Amirbek, qaysi fan tanlaymiz? Informatik. Sizga 1 daqiqa vaqt beriladi va 15 ta savol. Sizdan tezkorlik va diqqatni jamlash talab qilinadi. Tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi. Ma'lumotlarni shifrdan ochish uchun foydalaniladigan kalit qanday kalit deyiladi? Maxfiy kalit mijoz qurilmalar tomonidan foydalanadigan resurslarni ta'minlovchi kompyuter qanday ataladi? Protsessor. Server ma'lumotlarni buzish uchun o'zini ko'paytirish xususiyatiga ega dastur nima? Virus. Virus to'g'ri. Yirik geografik hududni qamrab olgan tarmoq qanday tarmoq? Server. Global real dunyodagi ma'lumotlarni bir joyga yig'ish nima deyiladi? Saqlash. Ma'lumot to'plash, PowerPoint dasturida ta'kidlash, animatsiyalar qanday rangda bo'ladi? Istalgan. To'q sariq olov rang. Kichik yoshdagi auditoriya uchun matnning rangi qanday bo'lgani ma'qul? Qizil. Yorqin ranglar muayyan vazifaga mo'ljallangan tugma yoki belgi qanday ataladi? Ikonka deyiladi. Chiziqli algoritmning dastur shaklida yozilishi qanday dastur deb ataladi? Algoritm. Chiziqli takrorlama bajariladigan hodisa nima deb ataladi? Sikl. Tasavvur qilingan timsol xayoliy obraz nima? G'oya, raqam yoki marker orqali belgilangan xat boshilar to'plami nima? Ro'yxat deyiladi. Sahifaning yuqori yoki quyi qismida joylashgan ma'lumot nima? Bilmadim. Kalan titul deyiladi. 13 ta savolni berishga ulgurdim. Bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Layloxon, kayfiyati yaxshimi? Yaxshi. Qaysi fan tanlaymiz? Ona tili. Ona tildan baholar yuqorimi? Albatta. 1 daqiqa vaqt beriladi, 15 ta savol. Sizdan tezkorlik talab qilinadi. Layloxon, tayyormisiz? Tayyorman. Vaqt ketdi. Fe'lning nechta mayli bor? 4 ta. 3 ta. Qoraxoniylar sulolasi davridagi til qaysi? Turkiy. Eski turkiy tili to'g'ri. Qaysi sarkardaning qo'shni boshliqlardan biri O'zbektoy deb atalgan? Keyingisi. Jaloliddin Manguberdi tilning fonologik sathining birligi nima? Tovush. Fonema T va D tovushlar o'rtasidagi farq qiluvchi belgilar nimada? Bittasi jarangli, bittasi jarangsiz. To'ppa to'g'ri. Urg'u necha xil bo'ladi? 2 xil. To'ppa to'g'ri. Harflarning ma'lum bir tartibda joylashuvi nima? Keyingisi. Alifbo, asalari, oshqozon kabi so'zlar qanday yoziladi? To'ppa to'g'ri. So'zlarning aks ma'noda qo'llanilishi nima? Kinoya tilda mavjud bo'lgan so'kish va qarg'ish so'zlar nima deb ataladi? Vulgarizm. Qishin yozin juft so'zlarni sodda so'z bilan almashtiring. Juft so'zlarni sodda. Doimo so'z birikmasi, gap va uning turlarini o'rganadigan fan nomi? Morfologiya. Sintaksis. Biror shaxs, narsa yoki joyga atab qo'yilgan nomlar? Toponim. Atoqli otlar kimsan so'zi qaysi so'z turkumida hosil bo'lgan? Olmosh.
Vaqt tugadi. 14 ta savoldan 5 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Navbat Sohibjamol Abdurahmonovaga. Sohibjamol, qaysi fan tanlaymiz? Tarbiya. Tayyormisiz? Tayyorman. Tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi. Temuriy shahzodalarning tarbiyasi asosan kimning zimmasida bo'lgan? Otaliq. Momolarning insoniy mas'uliyati va vazifasi jihatdan katta e'tiborga loyiq a'zosi qaysi? Keyingisi. Til. Yunus Rajabiyning o'zbek xalq musiqasi to'plami necha jildli? 5 jildli. Abu Nasr Farobiy qonun va yana qanday musiqa asbobini ixtiro qilgan? Keyingisi. G'ijjak. Mahmud Xo'ja Behbudiyning qaysi asari birinchi o'zbek dramasi edi? Padarkush. 8-asrda qurilgan Cordova masjidi qayerda joylashgan? Xorazm. Ispaniyada nimadagi eng katta xato o'ta shoshqaloqlikdir? Keyingisi. Tarbiyadagi terrorizm va ekstremizm qanday g'oyalar? Buzuvchi. Buzg'unchi. To'g'ri. Amir Temur davrida bunyod etilgan Doniyor payg'ambar maqbarasi qayerda joylashgan? Samarqandda. To'g'ri. Aldash tinch aholi orasida mojaro keltirib chiqarish nima deyiladi? Fitna deyiladi. 2020-yil 2-dekabrda qaysi xalq artisti tavalludining 85-yilligini nishonlash to'g'risidagi qaror qabul qilindi? Keyingisi. Botir Zokirov. Zulfiya Zokirova va uning urushdan qaytmagan 5 o'g'ilga atalgan haykalga qanday nom berilgan? Ona, ona. Matonat madhiyasi. 12 ta savol berdim. 2 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Ozodbek Mavlonov, navbat sizga. Geografiya fani. Ozodbek, tayyormisiz? Tayyorman. Kayfiyat yaxshimi? A'lo. 1 daqiqa vaqt. Geografiya fanini tanladingiz. 15 ta savol. Vaqt ketdi. Yerning o'z o'q atrofida aylanishi qanday ritmiklik deyiladi? Aylanma. Sutkalik. Quruqlikdagi dengiz sathidan past yerlar nima deyiladi? Deng. Cho'kmalar, botqilar. Okean, dengiz yoki ko'lning quruqlik ichkarisiga kirib turgan qismi nima deyiladi? Okean. Qo'ltiq deyiladi. Agar suv tarkibidagi tuz miqdori 1 litr suvda 1 grammdan kam bo'lsa, qanday suv deyiladi? Kichik suv. To'g'ri. 4 ta yarim shaharda joylashgan yagona materik bu? Afrika. 4 ta materik orasida joylashgan okean qaysi? Tinch okeani. Hind okeani. Qaysi o'lka okeanlardan uzoqda materikning o'rtasida joylashgan? Tinch. O'rta Osiyo. Miloddan avvalgi 2-16-asrgacha asosiy savdo yo'li qayer hisoblangan? Hind. Buyuk Ipak yo'li. Geografiyaning o'rganish obyekti nima? Jahon okeanidagi suvlar necha yilda yangilanadi? Dunyodagi eng baland vulqon qaysi? 12 ta savol berdim, bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Dinara, kayfiyat yaxshimi? A'lo darajada. Dinara, qaysi fan tanlaymiz? Biologiya fani. Biologiya fanni baholar yuqorimi? Albatta. Tayyor bo'lsangiz, men boshlayman. Vaqt ketdi. Ko'zlangan DNK bo'ligini vektorlar vositasida ko'paytirish nima? Keyingisi. Genlarni klonlash. Populyatsiya tarkibiga kiruvchi organizmlarning genlar to'plami nima deyiladi? Diploid. Genofond deyiladi. Endonukleaza nimaning zanjir kesuvchi qismlar hisoblanadi? Keyingisi. DNKning hujayraning xromosomalar hosil qilmasdan to'g'ridan-to'g'ri mitoz bo'lmagan bo'linishi nima? Amitoz deyiladi. Blastulatsiya ko'p hujayrali nimalar bo'lishining oxirgi davri hisoblanadi. Blastula. Hayvonlar tuxumi organizm tomonidan yot moddalar kabi qabul qilingan moddalar nima? Vaksina. Antigenlar hujayra yadrosi mitoz bo'linib nima hosil qiladi? Keyingisi. Hujayra, plastik va energetik almashuv reaksiyalari yig'indisi nima? Moddalar almashuv. Metabolizm, oqsil sintezi jadal kechuvchi hujayralarda nimalar soni ko'p bo'ladi? Keyingisi. Ribosomalar. O'simlik hujayrasida lizosomalar bormi? Yo'q. To'g'ri. O'simlik hujayralari sitoplazmasidagi rangsiz tanachilar nima deyiladi? Leykoplast. To'g'ri. Nimalar polipeptidlar deb yuritiladi? Oqsillar. 12 ta savolni o'qib eshittirdim. 4 tasiga to'g'ri javob beribsiz. Bo'ritosh, navbat sizga. Fizika. Bo'ritosh, fizika fanini tanladingiz. 1 daqiqa vaqt beriladi. 15 ta savol. Tayyormisiz? Tayyorman. Tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi. Ruslar yantar, sharq xalqlari qahrabo deb atashgan yelimni yunonlar nima deyishgan? Keyingisi. Elektron dissimilyatsiya deganda nima tushuniladi? Parchalanish. To'g'ri. Yunonchadan olingan kristal so'zi nima ma'noni bildiradi? Ishg'ol. Muz, suyuqlik yoki gazdagi atom molekullarining to'xtovsiz va tartibsiz harakati qanday harakat hisoblanadi?
Xaotik harakat. Aristotel g'oyalarini ilmiy asoslagan bobo kalonimiz kim? Beruniy. Bir xil ishorali elektrlangan jismlar bir-biri bilan nima qiladi? Ishqalanadi. Itarladi. Jismlarning elektrlanganligini kuzatish uchun nimadan foydalaniladi? Elektroskopdan. Dielektriklar o'zidan elektron o'tkazadimi, o'tkazmaydimi? O'tkazmaydi. To'g'ri. Birlik sistemasida to'g'ri zaryadning birligi qilib nima qabul qilingan? Qulon. To'g'ri. Quvvat jihatdan elektron zaryadga teng bo'lgan zaryad nima deb ataladi? Elementlar zaryadi. Olimlar kimga eksperimentlar qiroli deb nom berishgan? Eksperiment. Faradeyga turli ishora bilan zaryadlangan bulutlar orasida sodir bo'ladigan kuchli elektr uchquni nima? Yashin. Chaqmoq. Zaryadli zarralarning tartibli harakati va oqimi nima deb ataladi? Keyingi. Elektr toki deyiladi. Vaqt tugadi. 13 ta savol berdim. 3 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Ozodbek, kayfiyat yaxshimi? Ajoyib. Ajoyib. Qaysi fan tanlaymiz? Astronomiya. Tayyor bo'lsangiz vaqt ketdi. Raketalar, ya'ni kosmik kemalar uchiriladigan joy nomi nima? Kosmik port. Teleskopning asosiy qismi nima? Obyektiv. Komissiya yili necha kundan iborat? 36. To'g'ri. Kosmik apparatni yerga tushirish trayektoriyasi necha qismga bo'linadi? 2 qismga. 3 qismga. Sun'iy yo'ldosh orbitasini tezlatish, tormozlash, burush qanday manyovr deyiladi? Keyingisi. Orbital manyovr. Kosmik kemaning harakat paytida unga atmosferaning qanday kuchi ta'sir qiladi? Nur. Qarshilik kuchi. Quyosh sistemasiga kiradigan kichik osmon jismlari nimalar deyiladi? Obyektlar. Kometalar deyiladi. Yerning tabiiy yo'ldoshi va yerga eng yaqin osmon jismi nima? Oy. To'g'ri. Quyosh va oy tutishlarining davriyligi nimaga bog'liq? Bir zilda to'xtab qolishi. Oyga oy qanday shaklda? Sharsimon. To'g'ri. Galaktikalar nechtaga bo'linadi? 4 ta. To'g'ri. Asosan qaynoq plazmadan tarkib topgan osmon jismlari nima deyiladi? Keyingisi yulduzlar. Yulduzlar. To'g'ri. Og'irlik markazi atrofida aylanuvchi juft yulduzlar nima deb ataladi? Keyingisi. Qo'shaloq yulduzlar. Kiloparsek va megageparsek nimalarning masofasini o'lchashda qo'llaniladi? Sayyoralar. Galaktikalarning. 14 ta savol berdim. 4 tasiga to'g'ri javob berdingiz. To'lqin, navbat sizga yetib keldi. Qaysi fanni tanlaymiz? Davlat va huquq asoslari. Bir daqiqa vaqt. 15 ta savol. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-moddasi nima haqida? Yashash haqi. Ramzlar haqida. Fuqarolarning shaxsiy va mulkiy huquq hamda manfaatlarini himoya qilishning huquqiy shakli nima? Keyingisi. Vasiylik. BMTning ma'muriy va hujjatlar bilan bog'liq ishlarni kim yuritadi? Kotib. To'g'ri. BMTga a'zo davlatlarning umumiy yig'ilishi bu Konferensiya. Bosh assambleya. Aksikologiya nima to'g'risidagi fan? Keyingisi. Qadriyatlar. O'quvchilarda topqirlik faollikni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayoni nima deyiladi? Keyingisi. Evristik jarayon. Muayyan mavzuga oid atamalarni qamrab olgan kichik hajmli lug'at nima deb ataladi? Keyingisi. Sohaga yangilik, o'zgarishlar olib kirish jarayoni va faollik nima deyiladi? Keyingisi. Innovatsiya deyiladi. Ma'lum muammo bo'yicha fikr almashinuv ko'rinishida o'tadigan muhokama nima deyiladi? Munozara. BMT bosh idorasi qayerda joylashgan? Fransiya. Nyu-Yorkda har yili nechanchi sana BMT kuni sifatida nishonlanadi? 2-may. 24-oktyabr. Yuridik va jismoniy shaxslarga professional huquqiy yordam ko'rsatuvchi fuqaro kim? Keyingisi. Advokat. Jinoyat sodir etganlarni jazodan ozod etish yoki uni yumshatish nima deyiladi? Oqlash. Amnistiya deyiladi. 13 ta savol berdim. Bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Mushtariy. Navbat sizga. Adabiyot. Mushtariy, tayyormisiz? Tayyorman. Tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi. Xalq dostonlarining aytilish yo'liga ko'ra necha xil yo'nalish bor? 2 xil. 4 ta. Askiya xalq og'zaki ijodining qaysi turiga mansub? Hajviya. Dramatik turiga. Yoriltosh dramasini kim yaratgan? Shukur Sa'dulla. Qoshqariyning turkiy tildagi so'zlarining ma'nosini arab tilida izohlab bergan asari qaysi? Devon lug'at turk. Asl ismi sharifi Nasriddin Burxoniddin o'g'li qanday taxallus bilan ijod qilgan? Nasriddin. Rabg'uziy. Imom al-Buxoriy qachon qayerda o'lib topgan? Buxoroda. 810-yil. To'g'ri. Qaysi shoirni Bolasog'uniy deb ham atashgan? Furqat. Yusuf Xosxo'jiyev. Masnaviy so'zining ma'nosi nima? Keyingi. Ikkilik qissasi Rabg'uziy qachon yaratilgan? Keyingi. 1310-yilda. Amir Temur Tulporning laqabi nima edi? Kuni o'g'lon Bobur nomida tilga olingan Ko'hak suyi qaysi daryoning qadimgi nomi?
Zarafshon kim 1998-yil shoirlardan birinchi bo'lib O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan? Saidahmad. Abdulla Aripov Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romani kim haqida? Bobur haqida. 13 ta savol berdim. Bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Navbat Alisherga. Alisher qaysi fanni tanlaysiz deya olmayman, chunki bitta fan qoldi. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Kelishdik. Tayyor bo'lsangiz, vaqt ketdi. Inson tomonidan ishlab chiqarilgan fizik jismlar nima deb ataladi? Keyingisi. Predmetlar elementlarning kislorodli birikmalari nima? Keyingisi. Oksidlar yadro reaksiyalar yordamida qanday izotoplar olinadi? Radioaktiv gaz moddalari ishtirok etadigan jarayon har doim ham normal sharoitda bo'lmaydimi? Ha, Ha, bo'lmaydi. Moddaning nechta xususiyati bor? ikkita. To'g'ri. Moddaning yangi modda hosil qilish xususiyati qanday xossa deyiladi? Keyingisi. Kimyoviy xossa. Kislorod atomi aksariyat hollarda nechta valentlik bo'ladi? 3 ta. 2 ta. Metal maslarning gidridlari qanday birikmalar? Uchuvchan, yod, metal va metal masmi? Metal emas. To'g'ri. Metallarga ham metal maslarga ham xos bo'lgan elementlar nima deyiladi? Amfoter deyiladi. Ishqoriy metallar barcha birikmalarida nechta valentli bo'ladi? 4 ta. Bir valentli. Ishqoriy metallardan boshlanib inert gaz bilan tugaydigan elementlarning gorizontal qatori nima? Davrlar atom markazida musbat zaryadlangan nima bor? Keyingisi. Yadro. 13 ta savol berdim. 3 tasiga to'g'ri javob berdingiz. Gravitatsion idrok intellektual shousi 2-bosqichni yakunlab oldik. 5 ta ishtirokchi 3-bosqichga o'tadi. 5 ta ishtirokchi esa loyihani tark etadi. Kimlar 3-bosqichga o'tishini e'lon qilaman. Xorazmdan Layloxon Ro'zmetova, Dinara O'razbayeva, Buxorodan Alisher Qayimov, Ozodbek Sadriyev hamda Qashqadaryodan Bo'ritosh Ismoilovlar 3-bosqichga o'tadi. Qolganlar esa loyihani tark etadi. Ularni shunchaki kuzatish niyatimiz yo'q. Hamkorimiz Alfraganus universitetidan maxsus tuhfalar bor. Qabul qilasiz. Bizni kuzatayotganlar orasida ham 11-sinfni tamomlayotgan, qolaversa litsey, kollejni bitirayotganlar bo'lsa, qanday qilib loyihada ishtirok etaman degan savol sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, Telegramdagi idrok test botga kirasiz, ariza qoldirasiz va test to'ldirasiz. Yuqori natijaga erishsangiz, loyihada qatnashish imkoningiz bor. Ana endi kuzatib qo'yamiz. Gravitatsion idrok intellektual shousi biz 3-bosqichga yetib keldik va studiyada 5 ta ishtirokchi qoldi. 3-bosqichda ekranda 10 ta mavzu ko'rsatiladi. Har bir ishtirokchi o'yin davomida 2 tadan mavzu tanlash imkonini qo'lga kiritadi. Har bir mavzu ichida 3 tadan savol bor. Birinchisi osonroq, unga 1 ball, ikkinchisi o'rta vaznda, unga 2 ball, uchinchisi biroz qiyinroq bo'lishi mumkin, unga 3 ball beriladi. Ikkinchi bosqichda yuqori natijaga erishgan ishtirokchimiz Layloxon Ro'zmetova Xorazm viloyatidan aynan ushbu bilimdon birinchilardan bo'lib mavzu tanlash imkonini qo'lga kiritadi. Xo'sh, qaysi mavzuni tanlaymiz? Sonlar. Tayyor bo'lsangiz, sonlar mavzusi va men o'qishni boshlayman. Laylo, birinchi savol. Qo'shuv va ayru paytida boshqa sonni o'zgartirmaydigan son? 0. To'g'ri. Ikkinchi savol, diqqat qiling. Qaysi raqam Xitoyda boy va baxtli hayotning ramzi hisoblanadi? 7. 9. Uchinchi savol, diqqat qiling. 4 bargli beda daraxti bilan bog'liq 4 raqami qayerda omad keltirishni anglatadi? Fransiyada. Afsus. Germaniyada. 3 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Ozodbek Sadriyev, navbat sizga. Qaysi mavzuni tanlaymiz? Hayvonlar. Tayyormisiz? Tayyor. 3 ta savol. Diqqat qiling. Qaysi hayvon o'zi yashirgan ozuqasini qayerdaligini unutadi? Bo'rsuq. Olmaxon. Qaysi hayvonning tishi 9 kilogacha bo'lishi mumkin? Fil. To'g'ri. 3-savol. Sut emizuvchilarda qizil qon, omarlarda ko'k qon, nimalarda sariq qon bo'ladi? Yovvoyi hayvonlar.
Hasharotlarda. 3 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Bo'ritosh, navbat sizga. Amir Temur. Tayyormisiz? Tayyorman. Amir Temur salibchilarning Yaqin Sharqdagi oxirgi qarorgohini nima qilgan? Yoqib yuborgan. Qabul qildik, yo'q qilgan. Ikkinchi savol, diqqat qiling. Amir Temur 12 hayvonli turk yilligiga ko'ra nima yilda tug'ilgan? Sichqon. To'ppa to'g'ri. Uchinchi savol, diqqat qiling. Temurning ko'ragan oti qanday ma'noni bildiradi? Ilg'or. Xonning kuyovi ma'nosini bildiradi. 3 ta savoldan ikkitasiga to'g'ri javob berdingiz. Dinara, navbat sizga. Qaysi mavzuni tanlaymiz? O'yinlar. O'yinlar, tayyormisiz? Tayyorman. Tayyor bo'lsangiz birinchi savol. Boy o'g'li qaysi o'yinning ramzi hisoblanadi? Hokkey. Yo'q. Nima, qayerda, qachon o'yinning? Ikkinchi savol, diqqat qiling. Uloqni maydondan olib chiqish o'yinining nomi nima? Ko'pkari. To'ppa to'g'ri. Uchinchi savol. Qur'a ma'nosini bildiruvchi yutuqli o'yin bu? Javobingiz? Yo'q. Javobingiz yo'qmi? Afsus, lotereya edi. 3 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Alisher, navbat sizga. Sport. Sport. Tayyormisiz? Tayyor. Outfield, ball, catcher, pitcher atamalari qaysi sportda ishlatiladi? Futbol. Baseball. Ikkinchi savol, diqqat qiling. Futbolda muxlislarning la ola deya harakatlanishi nima deyiladi? Ohang. To'lqin. To'lqin. Uchinchi savol, diqqat qiling. Bilyard o'yini qayerda kashf etilgan? AQShda. Fransiyada. 3 ta savoldan bitta ham to'g'ri javob bo'lgani yo'q. Navbat Layloxon sizga. Qo'shiq. Birinchi savol, diqqat qiling. Lirik ruhdagi g'azal va she'r zaminida nima yuzaga keladi? Ohang. Ashula. Ikkinchi savol, diqqat qiling. She'r ritmi va musiqiyligini nima ta'minlaydi? Ovoz. Qofiya. Uchinchi savol. Qo'shiqning har bandidan so'ng takrorlab turuvchi qismi nima? Naqorat. To'ppa to'g'ri. 3 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Navbat Ozodbekka. Qaysi mavzuni tanlaymiz? Daryolar. Qadimgi Balx Vahsh nomlari bilan atalgan daryo qaysi? Amudaryo. To'ppa to'g'ri. Ohio va Missuri qaysi daryoning irmoqlari? Tinch okean. Mississippi. Mississippi. Qaysi daryo dunyodagi eng katta daryo havzasi hisoblanadi? Afrika. Amazonka. 3 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Bo'ritosh. Shaharlar. Qubbat ul ilm va adab nomi bilan mashhur bo'lgan shahar. Shahrisabz. To'ppa to'g'ri, Shahrisabz. Ikkinchi savol. 8 million va undan ortiq aholisi bo'lgan shahar nomi nima deb ataladi? Yirik shaharlar. Mega shahar deyiladi. Uchinchi savol. Toronto shahri qayerda joylashgan? Toronto shahri Amerika. Kanadada. 3 ta savoldan bittasiga to'g'ri javob berdingiz. Dinara. Qaysi mavzu? Filmlar. Zaynab Sadriyeva qaysi filmda Anzirat ona rolini o'ynagan? Ana kelinlar qo'zg'olon. Suyunchi. Ikkinchi savol. Kelinlar qo'zg'oloni filmida Abbos rolini ijro etgan aktyor kim?
Muhammadjon Rahimov. 3-savol, diqqat qiling. Qaysi filmda musiqiy film olish uchun aktyor va aktrisalar izlash tasvirlanadi? Yo'q. Yo'qmi javob? Yo'q. Maftuningman. 3ta savoldan bittasiga ham javob bo'lgani yo'q. Alisher, navbat sizga. Vulqonlar mavzusi qoldi. Tayyormisiz? Albatta. Eng yirik faol vulqon Etna qaysi orolda joylashgan? Yo'q. Sitsiliya orolida. Ikkinchi savol. Vulqonlar necha turga bo'linadi? 2 turga. 3 turga bo'linadi. Uchinchi savol. Diqqat qiling. Tambora vulqoni qayerda joylashgan? Afrikada. Indoneziyada. 3 ta savoldan bitta ham to'g'ri javob bo'lgani yo'q. Ana endi hozir men Layloxon va Bo'ritosh sizlarga qo'shimcha savol beraman. Kim to'g'ri javob bersa, unga qo'shimcha ball qo'shiladi. Tayyormisiz? Tayyorman. Tayyormisiz? Tayyorman. Diqqat qiling. Ishchilarni rag'batlantirishning eng asosiy shakli nima? Maosh, shaqim. Maosh, ish haqqi. To'ppa-to'g'ri. Oxiri undosh bilan tugagan bo'g'in nima deyiladi? Yoppon. To'ppa-to'g'ri. Yana bitta savol. 2 ga karrali bo'lgan butun sonlar qanday sonlar? Juftlar. Gravitatsion idrok intellektual shousi 3-bosqichni yakunlab oldik va bir necha soniyadan so'ng finalga yo'llanma oladigan ishtirokchi ism-sharifi e'lon qilinadi. Undan avval esa ishtirokchilarimizdan bugungi loyiha haqidagi fikr-mulohazalarini eshitmoqchiman. Ozodbek. Bugungi loyihadan taassurotlarim juda ham yaxshi, ajoyib. O'zimizni bilimimizni sinash uchun ancha yaxshi o'ylab topilgan. O'zim tengi yoshlarga kelib bilimlarni sinab ko'rish tavsiya qilaman. Shu fursatdan foydalanib uydagilarimga, ota-onamga, ustozlarimga, sinfdoshlarimga salom yo'llab qolaman. Alisher. O'zim qatorlarga taklif bildiraman. Bu yerga kelib o'zini sinab ko'rishini, shu fursatdan foydalanib uydagilarimga salom va meni o'qitgan o'qituvchilarimga ham salom yo'llamoqchiman. Laylo. Eng avvalambor bu ko'rsatuvni tashkillashtirgan insonlarga rahmat aytmoqchiman. Bundan tashqari meni shu joyga kelishimga sababchi bo'lgan ustozlarimga va eng asosiysi ota-onamga, bobom buvimga rahmat aytmoqchiman. Bundan tashqari meni kuzatib turgan hammaga salomimni yetkazmoqchiman. Dinara. Shu fursatdan foydalanib, Yangibozor tumanidagi 13-son maktab ma'muriyatiga, ustozlariga salomimni yetkazaman. Asosiysi ota-onamga kattakon rahmat, salomimni yo'llab qolaman. Bo'ritosh. Eng avvalambor intellektual shovni tashkillashtirganlarga rahmat aytmoqchiman. Shu yerga kelishimga sababchi bo'lgan ustozlarim va eng avval ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Ustozlaringiz, ota-onangiz, yaqinlaringiz bugun menimcha siz bilan yanada ko'proq faxrlanishadi, chunki Bo'ritosh finalga yo'llanmani bugun aynan siz qabul qilasiz va mana bu qarsaklar siz uchun. Muborakbod etaman bu sizga. Hamkorimiz Alfraganus universitetidan ham bugun ishtirokchilarimizga maxsus tuhfalar bor, qabul qilib olasiz. Loyihada ishtirok etish istagida bo'lganlar Telegramdagi idrok test botga kirasiz, ariza qoldirasiz va test to'ldirasiz. Natija yuqori bo'lsa biz sizni kelgusi sonlarda kutib qolamiz. Barcha abituriyentlarga, 11-sinfni tamomlayotgan, kollej va litseyni bitirayotganlarga katta hayot yo'llarida omad yor bo'lsin deymiz. Eslatib o'tamiz, gravitatsion idrok intellektual shousida g'olib bo'lgan 5 nafar ishtirokchi poytaxtimizdagi nufuzli Alfraganus universitetida 4 yil davomida bepul grant asosida tahsil olish imkonini qo'lga kiritadi. Birinchi o'rin sohibiga Tracker avtomobili sovg'a qilinadi. Ro'parosa bir haftadan so'ng aynan mana shu manzilda siz bilan yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.